Amerikalik milliarder Epsteinning maxfiy fayllarini ochiqlanishi ortidan butun dunyoda shov-shuv ko'tarildi. Shu jumladan O'zbekistonda ham. Nima emish? O'zbekiston Respublikasining 15 million aholisining shaxsiy ma'lumotlari internetga sizdirilgan emish. Endi bu voqeaga qanday qarash kerak? O'zbekiston Respublikasida aholimiz juda ham boy emas. Hamma hamin qadar yashaydi. Ya'ni har kim o'z imkoniyatidan kelib chiqib yashashga harakat qiladi. Lekin bugungi kunda insonlarning shaxsiy ma'lumotlarini tarqalishi ortidan juda ham ko'p internet firibgarlik sxemalari ortidan odamlarning pullarini yechib olayotganliklari to'g'risidagi ma'lumotlar internetda tez-tez tarqalmoqda. Shu jumladan menga yaqinda Oqdaryo tuman Ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati menga aloqaga chiqishdi va mana shu toifadagi jinoyatlar to'g'risida, mana shu toifadagi firibgarlik sxemalari to'g'risida ma'lumot qilib internetga o'z obunachilarimga tarqatishimni va birgalikda hamkorlikda ishlashimizni taklif kiritishdi. Men bundan albatta xursand bo'ldim. Buning uchun Oqdaryo tuman Ichki ishlar bo'limiga katta rahmat aytaman va ularning mashaqqatli ishlarida muvaffaqiyat tilayman. Shu bilan birgalikda Oqdaryo tumanida yashovchi pensionerlar, davlat byudjetidan oylik olib yashovchilar bugungi kunda turli xil firibgarlarning qurboni bo'lishmoqda. Shuni oldini olish maqsadida men imkon qadar to'liqroq ma'lumot yig'ishga harakat qildim. Bugungi kunda internetda firibgarlik unsurlarining 8 xil turi mavjud. Esingizdan chiqmasin. Mana shu 8 turdagi firibgarlik sxemasidan qay biriga duch kelishingizdan qat'iy nazar tegishli organga zudlik bilan murojaat qiling. Birinchi turi telefon orqali qo'ng'iroq qilishadi. Telefon orqali qo'ng'iroq qilgan raqam O'zbekiston raqami bo'lgani bilan bilingki u internet raqami. Ya'ni O'zbekistonda u raqam mavjud emas. Siz qaytib telefon qilsangiz, u telefonga hech qachon tusha olmaysiz. U Rossiyada bo'lishi mumkin, Qozog'istonda bo'lishi mumkin, Tojikistonda bo'lishi mumkin, balki O'zbekistonning ichida bo'lishi mumkin. Lekin u raqam mavjud emas raqam. Siz u raqam orqali telefon qilgan kishi bilan gaplashib, u o'zini tergovchi deb tanishtirishi mumkin, bank xodimi deb tanishtirishi mumkin, yoki bo'lmasa boshqa biror korxona xodimi deb o'zini tanishtiradi-da, sizning ma'lumotlaringizni olgan holda ma'lumotlaringizdan foydalanib kartangizdagi pullarni yechib oladi. Internet firibgarligining ikkinchi turi bu internetda, Facebookda, Instagramda yoki bo'lmasa boshqa biror internet platformasida yolg'on internet magazin e'lon qiladi-da, ushbu e'londa aqlga sig'maydigan darajada skidkalar e'lon qiladi yoki bo'lmasa biror bir tovarni olishni sizga tavsiya qiladi. Ushbu tovar predmet sizga juda ham arzon ko'rinishi mumkin. Hattoki iPhone telefonlarni $100 ga beramiz. Bu Xitoy poddelkasi, ya'ni replikasi deb sizni aldagan holda sizga tovarni sotib olishni tavsiya qiladi. Shu siz tovarga pul o'tkazishingiz bilan pulingizni qaytib ko'rmaysiz. Internet firibgarligining uchinchi turi bu soxta treyderlardir. Bugungi kunda hattoki bilib bilmay mashhur blogerlar yoki bo'lmasa mashhur xonandalar, artistlar va boshqa xalqqa taniqli insonlardan foydalangan holda yoki ularning yuzlaridan foydalangan holda reklamalarda turli treyder kompaniyalarining reklamalari chiqmoqda. Treyder kompaniyasi sizga a'zo bo'lishingiz bilan sizga $50 bonus beradi, $100 bonus beradi va undan foydalanish imkoniyatingiz yo'q bo'lsa-da, sizga hali kirishingiz bilan $100 bergan treyder kompaniyasida siz pul tikishni boshlaysiz. Pul tikasiz, oxir oqibat eng katta pul tikkan paytingizda treyder kompaniyasi ishlamay qoladi. Sizga pulingiz qaytmaydi. Internet firibgarligining 4-ko'rinishi bu soxta sizning qarindoshingiz. Ona, menga yordam bering, juda ham yordamga muhtojman. Tezlik bilan pul ko'chirib bermasangiz meni o'ldirib ketadi yoki bo'lmasa o'g'irlab ketadi. Toifasidagi o'g'lingiz, qizingizni ismini yoki bo'lmasa ovozini internet engineering yordamida foydalangan holda replikasini, ya'ni nusxasini ko'chirib, sizga uning ovozini birga bir qilib telefon qildirishadi va plastik kartangizdan yoki bo'lmasa boshqa bir platformadagi pullaringizni ularga ko'chirib berishini talab qiladi. Agar qisqa hayajonga berilib, ma'lumotlarni haqiqiyligini tekshirmasdan kartangizdagi ma'lumotlarni aytsangiz, pasport ma'lumotlaringizni aytsangiz yoki bo'lmasa biror bir platformada turgan pul mablag'laringizni aytsangiz, ular pul mablag'laringizni yechib oladi va oxir oqibat bu pullarni ham qaytarib olish imkoniyati yo'q. 5-turi bu
sizga qo'ng'iroq qiladi va o'zini ichki ishlar xodimiman, men tergovchi falonchi, pismadonchiman yoki bo'lmasa bank xodimiman, bank xodimining xavfsizlik xizmatidanman, sizning nomingizdan hozir kredit ochildi, sizning nomingizga 50 million, 100 million kredit chiqarildi, siz kimgadir ishonchnoma berganmidingiz degan ma'nodagi so'zlar bilan ishonchingizga kirib, sizni ma'lumotlaringizni o'zingizdan so'rab, ma'lumotlaringizni aytishingiz bilan sizga tegishli plastik kartalardan pullar yechilib, bu turdagi firibgarlarni ham oxirini topolmay qolasiz. Internet firibgarligining 6-turi xorijga chiqish. Bu O'zbekistonning eng nozik nuqtasi. Bugungi kunda O'zbekistonning ichki bozorida arzon ishchi kuchlariga to'yingan ekanligidan kelib chiqib, hamma chet davlatlarda, Yevropada, Amerikada yoki boshqa biror bir xorij mamlakatida ishlash istagini bildiruvchilar soni haddan ziyod ko'p. Shu nuqtai nazardan internet firibgarlari bu sohani ham juda ham kuchli tadqiq qilib, internetda chet elga qisqa muddatda 1 oyda, 3 oyda yoki 2 oyda tezlik bilan olib ketishni tashkillashtiruvchi firmamiz deb reklama berishadi-da, sizlardan bosqichma-bosqich sizlardan pullaringizni yechib olaverishadi. Lekin natijada siz na chet davlatga borasiz, na xorijda biror bir ishga ega bo'lasiz. Shuning uchun hurmatli fuqarolar, imkon qadar davlat tomonidan berilgan rasmiy idoralarda chet elga chiqishni ishlaringizni rejalashtiring. O'zingiz bilmagan, ko'rmagan, tanimagan tashkilotlarga o'z ma'lumotlaringizni taqdim etmang yoki pul yubormang ularga. 7-turdagi internet firibgarligi bu juda ham ko'p. Har birimizga kelgan desak ham xato bo'lmaydi. APK fayllarni O'zbekiston Respublikasidagi barcha fuqarolarga yuborilayotganligi hech kimga sir emas. APK fayllar u aslida fayl emas, u virus. Siz APK faylni yuklab olishingiz bilan APK faylni ichki harakatlariga siz rozilik bildirasiz. O'zingizga tegishli telefoningizni ichidagi Paynetmi, Payme yoki boshqa bir ilovami, barcha ilovaga ulangan kartalaringizda bir simi ham qolmasdan yechib olinadi. Shuning uchun APK rusumidagi fayllar keldimi, u kimdan kelishidan, hattoki eng yaqin insoningizdan kelgan taqdirda ham bunday fayllarni ochmang. Va nihoyat oxirgi 8-internet firibgarlik bu AI, ya'ni sun'iy intellektdan foydalangan holda sizlarga yaqin qarindoshingiz, do'stingiz yoki biror bir O'zbekistonga mashhur aktyormi, aktrisami, qo'shiqchimi shuni yuzini, hattoki uning ovozlarini o'xshatgan holda biror bir reklama keladi va sizdan ushbu reklamadagi ma'lumotlarga qo'shilishni sizdan iltimos qiladi. Siz albatta bunday imkoniyatdan foydalanib qolay deysiz. Chunki bu insonlar elga taniqli insonlar, xalq biladi bu insonlarni, bular aldamasa kerak deysizda, bu platformalarga o'zingiz bilib bilmay a'zo bo'lasiz, karta ma'lumotlaringizni kiritasiz va buning natijasida siz barcha pul mablag'laringizdan mahrum bo'lasiz. 2024-yilda O'zbekiston Respublikasida internet firibgarlar tomonidan 12 million marta, esingizdan chiqarmang, 12 million marta kiber hujum uyushtirilgan. Ushbu kiber hujumlardan juda ham ko'plab odamlarni, ko'plab trillion so'mlari yechib olingan. Shunday ekan, siz uchun o'zingizni pulingiz qadrlimi? O'zingizni himoya qiling. Ya'ni bankka borib kreditlarni o'zingizni shaxsan ishtirokingiz bo'lmasa, kredit olish imkoniyatini nolga tenglashtirib qo'ying. Yagona darchaga borib banklardan kredit olishga blok qo'ying. Telefonlaringizni 2 bosqichli autentifikatsiyadan o'tkazib qo'ying. O'zbeklarda bitta maqol bor: o'zingni ehtiyot qil, qo'shningni o'g'ri qilma.